katta shuv bo'layotgan shu qozon naborimizni sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz va har bir narsasida narsa tayyorlab ko'ramiz. Ketdik. Xo'p, bu mana taxlangan ko'rinish shu holatda. Bu kuxnyada ixcham joylashish uchun shunaqa universal ishlangan nabor hisoblanadi. Nimalar kirishini ko'rib chiqamiz. Har birida narsa pishirib ko'ramiz hozir sizlar bilan. Ketdik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda ham zo'r chiqqan. Xo'p, qozonimizni, vok qozon bu. Krishkasi bor ekan. Bu yoqda reversi skоворodka bor. Kelgan o'rnini. Обычный qozon 7 litrlik va bu birinchisi. Hozir bularni qanaqa tarzda ishlatishni ko'rib chiqamiz. Ko'rishimiz bor. Qarang, bularni ruchkasi yo'q deyishingiz mumkin. Nimaga ruchkasi? Ruchkasi bor. Komplektda ikkita mana, ikkita shunaqa ruchkasi bo'ladi, maxsus spetsifikalangan. Bu ruchkalarni qaraymiz va prikrepit qilib qo'yamiz. Mahkam turadi. Ursa ham, boshliqsa ham bu chiqib ketmaydi. Mazza qilib turasizlar, baquvvatgina narsa. Yechamiz, olamiz, boshqasiga bemalol ishlab turamiz. Ruchka ikkita. Bir vaqtda o'zida ikkita narsa tayyorlasam, ruchkasi yetmay qolmaydi demaysizlar, bemalol ruchkasini zapasi bor, ishlataverasizlar. Endi bizada krishkamiz mana universal, bunga ham tushadi, bunimizga ham tushadi, va bu qozonimizga ham tushadi. Bu ruchkasini taqqan paytda mana prikrepit qildik. Mana bunga solingan paytda ham mana bu yerda zazori bor. O'shani bunga moslaymiz va plotni yopamiz, ishlatamiz. Bizada blenitsamizni shuni olib, shunaqa deymiz va bemalol tuxumlarni, bilinchilarni pishiraveramiz. Endi bu yoqda ko'shik variant bor. Mana buni bu yoqqa quyiladigan tomoni kashalarga, sutlarni pishirganlarda ishlataverasizlar. Bemalol. Buni ham krishkasiga moslangan zazori bor. Joylab ishlataveramiz. Olovga, gazga, elektriskiy plita hammasiga qo'yib ishlataverasizlar. Universal hisoblanadi. Komplektda shunaqa ajoyib perchatkasi chiqadi. Bu perchatka duxovkada taomlab pishirsanglar bo'ladi. Bemalol buni duxovkaga qo'yaversanglar ham bo'ladi. Bunaqa tovalarni ham qolib qilib ham ishlataverasizlar, bemalol duxovkaga qo'yaverasizlar. Shunaqa neobычный antiqa narsalarni qidirib yurgan opa-singillarga jo'natib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.